Assalomu alaykum hammaga. Demak, assalomu alaykum. Yana bir bor, to'g'rimi? Again deymiz, to'g'rimi? Va albatta birinchi muhim savolimiz how's your mood? Bugungi kayfiyatingiz qanaqa? Umid qilamanki, ob-havo ta'sir qilmagan. Chunki ko'pchilikka ob-havo ta'sir qilganda bugun gloomy o'zini his qildi, including myself. Xo'p, qolganlarda kayfiyat qanaqa? Guys, uxlab qoldingizlarmi nima? Yo ishdan, o'qishdan, come on guys, come on, how's your mood? Mood, kayfiyat. Zo'rmi? Zo'rmi hammada? Hello, super. Da, давайте, majbursiz zo'r deyishga. Yomon desangiz yomonligicha qoladi, zo'r desangiz zo'r bo'lib ketadi. O'zgartirish kerak shu uchun perceptionni. Давайте. Qani qolganlar? Hammani kutyapman. Qani hamma yozsin. Birma-bir ismlarni kerak bo'lsa aytib chiqaman. Arabova, Elnura Muxtorova, Beg'ambonu, Gulruxsor, Sardor, Nigina, Mohira, Muhammad. Давайте. Qani sizlar? Qani. Hammalaringiz ismlaringizni aytib chiqaman. Shohrux, Sohib, Diyora, G'ayrat, hello Ismoil, Farruh Nazarov. Demak, qani? Kayfiyatlar. Hop. Great, perfect, yaxshi, zo'r. Kayfiyatlarni a'lo darajada ko'tarib olishimiz kerak birinchi navbatda darsdan oldin. Bo'lmasa yuqmaydi. Va alaykum assalom. Yana kimlarda qanaqa? So'shu nimagadir mana bunaqa turibdi ekan. Xo'p, teacher bugun nima o'tib berasiz? Teacher bugun nima o'tib berishini o'tgan darsda adashmasam aytgan edim. Tomorrow's plan mana. Bugun nasib bo'lsa sizlarga mana shularni birma-bir tushuntirib beraman. Va albatta birgalikda sizlar bilan bularni practice qilamiz. Tushunarlimi demak? Sizga qarab turibman. Well, tak. Mana shu narsalarni o'tamiz nasib bo'lsa bugun. Demak, birinchi bo'lib tekshirib olaylik. Share screen yoqaman. Yoqdi. Qilib o'tkazib olaman. Split the view qilaman va mana. Xo'p, birinchi navbatda so'raydigan narsam. Xo'p, audio bilan, to'g'rimi? Video ko'rinyaptimi? Qanaqa? Normallimi? Ko'rinyaptimi hammaga? Screen bilan, ya'niki audio ko'rinishi kerak-da. Screen ila audio ko'rinishi kerak. Hamma ko'rinyaptimi? Zo'r ko'rinyapti. Great, yaxshi ikkalasi ham. Zo'r, agar ikkalasi ham zo'r borayotgan bo'lsa, ya'niki video quality, voice isolation da turibdi. Zo'r, demak, sizlar bilan birma-bir ketma-ketlikda boshlaymiz nasib bo'lsa. Xo'p, internetingiz davomida xuddi shunaqa turishi kerak o'zi. Xo'p, qani ketdik demak. Mana bu narsani men o'tkazaman hozir va birma-birlikda ketma-ketlikda birgalikda sizlar bilan bu narsani ko'rib chiqamiz hammasini. Well, mana doskacha, to'g'rimi? Xo'p, qani ketdik demak. Boshlashimdan oldin albatta o'sha mashhur savolni so'rab olay. Are you ready? Hamma tayyormi? Demak, bugun balki bu texnikalarni ayrim birini eshitgandirsiz, lekin bilamanki shu narsani ko'pisini eshitmagansiz va aynan qanday foydalanishni shu paytgacha bilmagansiz. Reactionlar bilan guys, reaction kerak menga. Reaction. Это majburiy. Tekin guys, guys. O'zimga gapimga ham o'zim reaksiya bosib qo'yaman. Qarang. I was born ready. Yes, great. Demak, qani ketdik. I am excited. Chunki nimagaligini aytaymi? Menga ham vaqtida ustozim bo'lgan. Ustozlarim mana shu texnikalar borligini aytishmagan emas, aytishgan. Lekin aynan ulardan qanday qilib effektivni foydalanishni ko'rsatib o'tishmagan. Endi bu ularning xatosi emas. Nimaga? Chunki o'quvchi yo'l-yo'lakay o'rganadi degan bizda qoida bor.
lekin men o'sha narsani bugun sizga sal yana ham yaqinlashtirib beraman. Chunki mana shularni to'g'ri aynan qanday, nima qilib foydalanishni o'rgangunimgacha menga naqd 6 yil vaqt ketgan. Naqd 6 yil. Keling shu 6 yilingizni sizni saqlab qolaylik-ku, birgalikda nima qilamiz? Bularni aynan qanday foydalanish kerak ekanliklarini birma-bir ko'rib chiqamiz. Demak, let's go. To'g'rimi? Okay, qani ketdik. Birinchisi demak, o'sha mashhur, hamma yaxshi ko'radigan PPF. PPF demak, PPFimiz nima ekan bizda bu PPF? PPF bu bizda acronym hisoblanadi. Acronym degani qisqartma. Demak, past, present va future. Bu nima degani ekan? Demak, past, present, future da bizda stand for qilar ekan. Endi bu narsalar nimada? Bu ketma-ketlik nimadan tashkil topgan va bizga qachon amal qiladi? To'g'rimi? Endi bitta oddiygina savolni olaylik. Misol uchun, what is your current hobby? Yoki pastime. Pastime activity. To'g'rimi? Mana demak, mana shu savolni oldik. Bizda bu ya'ni nima deydi? Part 1 da juda ham ko'p kerak bo'ladigan texnikalardan biri va misol uchun part 1 ni bitta savolni oldik. Endi kelinglar, xuddi shu PPF bo'yicha bunga javob berib ko'ramiz. Birinchi bo'lib pastdan boshlashingiz kerak. Xo'p, qani ketdik. Bizda savolimiz hozirdagi hobbingiz yoki vaqtingizni o'tkazish uchun foydalanadigan aktivitet nima deb so'rayapti sizdan, to'g'rimi? O'ylaymiz. Demak, hamma o'zini hobbisini o'ylasin. Hamma hobbisini yozsin-chi. Hobbini yozamiz. Давайте, guys. Qani? Kimda qanaqa hobbi bor hozirgi kunda? Misol uchun, men ham kommentariyada hozir yozib qo'yaman. Nima meni hozirgi hobbim? Well, watching. Aytaman misol uchun men watching series. To'g'rimi? Serial ko'rish bo'lib qolgan hozirda meni hobbim, to'g'risi. Pastime activity kimlarda yana qanaqa? Trading, interesting, playing basketball, why not? Driving a car. Mashina haydash hobby. Wow. Sleeping, uxlash. I wish I could do the same. Playing chess, yomon emas. Reading English books. Great. Playing football. Qolganlarda hobbi yo'qmi? Yeah, guys, adashmasam sizlar ham inson. Sizlarning hobbilaringiz bor. Reading fiction books. Wow. Demak, listening to music. Yana listening to music bor ekan bizda, to'g'rimi? Malades, yomon emas. Qolganlarda qanaqa hobbimiz bor? Drawing, yes. Horror movie and still. Okay, hali ham shu demoqchisiz, to'g'rimi? Yana endi qaranglar. Bu current hobbies. Past hobbies qanaqa bo'lgan? Ya'niki, aytaylikki, sizda oldin shu hobbi bo'lgan, lekin hozir yo'q. Past hobbies ham bormi? O'tmishdagi hobbies. Misol uchun, meni o'tmishdagi hobbim nima bo'lgan desam, meni o'tmishdagi hobbim drawing. Yeah, I know that's boring, but drawing maniki bo'lgan. Swimming bo'lgan ekan, playing computer games bo'lgan ekan, drawing bo'lgan ekanda. Yana kimlarda qanaqa bo'lgan? Past. Watching what? Watching movies? Drawing. Wow, chizishda nima qilganlar ko'p ekan bizda oldin. Wow. Yaxshi, yomon emas. Endi qaranglar. Birinchi bo'lib mana shu o'tmishdagi hobbingizni aytib o'tib ketasiz. Misol uchun men aytaman. I had a passion. I had an unbreakable passion for drawing. To'g'rimi mana? Bo'ldi. Drawing. Bu o'tmishdagi gapim ketdi mana. I had an unbreakable passion for drawing. O'tmishga berdim men. Aytibman mana men. Mani deyapman, umuman o'chmaydigan, sinmaydigan darajadagi nima bor edi deyapman, muhabbatim bor edi nimaga? Drawingga deyapman. Bu degani drawing meni hobbim bo'lgan, ya'ni undan ko'p shug'ullanganman. Endi, to'g'rimi?
Endi men hozirga o'tishim kerak. Hozirga o'tishim kerak. Hozirdagi hobbiyim bu deb keta olmayman-da. Men birinchi bo'lib 'tmishdagi hobbiyimni hozirgi hobbiyimga nima uchun o'zgartirganligimni bitta sababini aytib ketishim kerak, to'g'rimi? But I got bored. Oddiygina mana. Chunki zerikdim. But I got bored easily. And now I have a new hobby. Of watching series. Mana ko'rib turganingizdek. Ana endi bizda mana bu nowdan boshlangan joydan bizda present ulanib ketdi. Sababini oddiy qilib berdim. Yo'nki nima deydi? Exceptional sabablar berishingiz shart emas. Yodingizdan chiqarmang. IELTS imtihoni bo'ladimi, boshqa imtihon bo'ladimi, sizda communication skillsni baholaydi. Gaplashish, to'g'ri muloqot qilish. Misol uchun, o'zimiz ham aytamiz-ku, ha, u hobbing bor edi, ha, keyin nima qiling? Zerikdim, keyin boshqasiga o'tdim. Ha, bu zerikish bu insoniy tuyg'u. To'g'rimi? Qanaqangidir akademik sabab topishingiz shart emas. Demak, presentga o'tdik, aytyapman. Va hozirda endi meni yangi hobbim bor, u ham bo'lsa nima? Watching series, serial tomosha qilish. Ana endi kelajakka o'taman. Kelajakka bu narsani o'zgartirishni rejalashtirishim ham bor. Misol uchun bir boshqa hobbiga. Xo'p, demak, sizga endi savol beraman. Future hobbies bormi? Ya'ni rejalashtirayotgan, hali endi qilaman deb turgan. Misol uchun meni future hobbim training yoki exercising, to'g'rimi? Sizda nimada future hobbies? Menda training bilan exercisingni niyat qilib turibman. Playing guitar, wow. Playing guitar, yeah, that's one of a kind. Qana. Future hobby kimda bor? Future hobbyni o'ylab ko'rganlaringiz yo'qmi? Давайте o'ylaylar. Future'da nima? Playing piano, to'g'rimi? Playing piano. Yana. Playing piano, yana bizda, wow. Pianoni yaxshi ko'radiganlar ko'p ekan bizda. Yanachi. Come on guys, kelajakda nihoyatki bo'lmasa, mana shu narsani niyat qilib qo'yganman, o'rganishni deydigan, to'g'rimi? Qolganlarda yo'qmi? Давайте. Training demak, Quvonchbekda ham training ekan bizda, to'g'rimi? Learn logistics bo'ladi, to'g'rimi? Singing a song. Wow, молодец. Endi bizda mana shu kelajakdagi hobbini o'rganish niyatim ham bor deb qo'yaman. However, I have a willing yoki misol uchun, however, I am willing to exercise. I'm willing to start exercising as my hobby in the future. As my hobby in the future. Demak, ko'rib turganingizda howeverdan boshlab o'sha kelajakdagisi ketdi, to'g'rimi? Future qismi ketdi. Endi savol tug'iladi bizda. Ustoz, o'zi bu nima kerak? Bu past bilan boshladingiz, present bilan boshladingiz, future bilan keyin qilyapsiz ketma-ketlikda. Nimaga? Guys, IELTSda prosta savolga javob berib qo'yganingizda o'zi kamlik qiladi. Unga explanation ham berishingiz kerak. Shunda sizga mana shu past yoki boshqa variantlari, to'g'rimi? Sizga nima bo'ladi? Past va futuredagi berayotgan gaplaringiz sizga support vazifasini o'taydi, mana ko'rib turganingizdek. I had an unbreakable passion for drawing, but I got bored easily. And now I have a new hobby of watching series. However, I'm willing to start exercising as my new hobby in the future. Ko'rib turganingizdek. Bu yerda, to'g'rimi? Examinerda why degan savol qolmadi. Nimaga? O'tmishda mana bu hobbim bor edi, zerikib qoldim. Hozirda hobbim mana bu. Lekin kelajakda mana bu hobbini ham o'rganish niyatim bor deyapman. Ko'rdingizmi? Mana shu ketma-ketlikda ketyapti. Endi qaranglar. Lekin degan joy bor mana shu yerda. Lekin mana shu narsani o'zi bizada qattiq xato. Nimaga? PPF texnikasida past, present, future hammasi bitta joyda bo'lish kerak degan gap yo'q.
siz ikkita p ni ishlatib, keyin pf ni ishlatishingiz ham mumkin. Endi bu yerda savol turiga bog'liq bo'ladi. Misol uchun tasavvur qiling. Hozir mana bu savolga mana bunaqangi javob beradigan bo'lsam, examiner vaqti zerikib o'lib ketadi. Realni. Chunki nimaga? Part 1 da siz to'g'ri toki o'zingizni gapingizni support qilguningizgacha gapirishingiz mumkin, lekin o'rtacha ikkita uchta gap yetadi. Ikkita uchta gap yetadi bizga. Misol uchun, mana bu yerda hozir to'g'ri variant qanaqa bo'lishi kerak edi? Aytishim kerak edi. Misol uchun, these days I am more into watching series as my pastime, to'g'rimi? Pastime activity. As my pastime activity. Endi qaranglar, mana bu yerda men shunday javob berdim, to'g'rimi? Hozirgi kunda ayni paytda qaysi hobbies bor yoki pastime activities bor, to'g'rimi? Pastime activities bor. Endi bizda bu yerda aytmoqman, hozirgi kunda davoman nima o'zimni pastime activity sifatida serial ko'rishga qiziqyapman deganday narsa. Bizdagi mana bu yerda explicit why degan savol turadi, to'g'rimi? Ekspert savol so'raydi. Nima uchun aynan watching series, chizish emas, suzish emas yoki boshqasi emas. Nimaga aynan shu deyapti? Guys, iltimos, because it's interesting degan narsalarni yig'ishtiringlar. Because it's interesting degan narsa bo'lmaydi. Nima uchun? Chunki любой bitta activity interesting bo'lishi mumkin. Любой bitta activity wonderful bo'lishi mumkin. Любой bitta activity bla 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 bo'lib ketishi mumkin. Siz o'zingizni activitiesni exceptional jihatini toping. Misol uchun, men uchun watching series, to'g'rimi? Serial tomosha qilish nima beradi? To'g'risi, atrof muhitimdagi bo'layotgan narsalardan off bo'lishimga yordam beradi. Atrofimga nima sodir bo'lyapti? O'shalardan chiqib, yangi bitta hayotga kirishimga yordam beradi. Aytaman. Because the series that I'm watching help me to dive into the new world without any present chaos. Mana oddiygina berib qo'ydim, to'g'rimi? Nima dedim? Hozirgi kunda men davoman serial ko'rishga qiziqaman. Sababi davoman, chunki men tomosha qilayotgan seriallar, to'g'rimi? Men tomosha qilayotgan seriallar help me, nima qiladi? Menga yordam beradi, nima qilishimga? Dive into the new world. Mana dive into the new world. Yangi dunyoga bitta sakrashimga yordam beradi. Nimasiz? Without any present chaos. Hech qanaqangi chaos degani o'sha tashvishlar siz deganday narsa. Yoki bu yerda mana present o'rniga real life deb qo'ysangiz ham bo'ladi. Real life chaos, ya'niki haqiqiy dunyoga tegishli bo'lgan chaossiz yangi dunyoga tushishimga yordam beradi. Examiner sizdan mana shunaqangi nimani so'raydi? Explanationni so'raydi. Ko'rib turganingizdek, bu yerda hozir nima sodir bo'ldi? Bu yerda hozir qaraydigan bo'lsangiz, faqatgina p ni o'zi bor, to'g'rimi? Faqatgina p ni o'zi bor. Past yo'q, to'g'rimi? Faqatgina p ni o'zi bor. Ya'ni u ham bo'lsa nima? Presentda berilgan gaplarimiz, to'g'rimi? Presentda berilgan. Mana. Endi tushuntiradigan bo'lsam, PPF degani o'tmishni, hozirni, futureni bitta qilib har bitta savolga berishingiz shart degani emas. Siz ularning orasidan faqatgina bitta present ajratib unga explanation berishingiz mumkin yoki bitta pastni ajratib unga explanation berishingiz mumkin. Misol uchun, o'tmishdagi birorta bir savollarni olaylik, to'g'rimi? Misol uchun, bizda tushadigan savollarimizdan biri did you ride a bike, to'g'rimi? Did you ride a bike when you were a child, to'g'rimi? When you were a kid, misol uchun. Ya'niki yosh bola bo'lgan paytingizda velosiped haydaganmisiz? Bike, ya'niki o'sha velik haydaganmisiz? Demak, men bu yerda hozir presentdan foydalana olmayman. Nimaga? Chunki savol o'tmishda berilyapti. Demak, men bu yerda pastdan foydalanaman. Aytaman. Yes, I did. Oddiygina, to'g'rimi? Yes, I did. Men haydaganman.
it was my bike was gifted by my father to me, and I had fun riding it with all of my friends all day. Demak, bunga yana qaraydigan bo'lsangiz, bu yerda faqatgina pastni o'zi, bu yerda ana faqatgina pastni o'zi ishtirok etyapti. Nima deyapmiz? Demak, yosh bola bo'lgan paytingizda velik haydaganmisiz? Ha, haydaganman. Mani veligim otam tomonidan menga nima qilingan edi? Sovg'a qilgan edi. Ya'ni xuddiki otam menga sovg'a qilgan degan narsa ketyapti, to'g'rimi? Endi aytyapman men. Nima? Hamma do'stlarim bilan kuni bo'yi uni haydaganligim uchun nima qilganman? Fun, ya'ni zavqlanganman degan narsa ketyapti. Endi mana bu joyga qaranglar. Mana shu joyi polni hammasi sizga nima ketyapti? Explanation ketyapti, to'g'rimi? Explanation ketadi. Agar mana shu explanationni olib tashlaydigan bo'lsak, ha, haydaganman. Zo'r edi yoki interesting edi deb qo'yadigan bo'lsangiz, to'g'rimi? O'zingizda nima deydi? Tilga qotib qolgan iboralaringiz bilan berib qo'yadigan bo'lsangiz, ekzamlar shunday qaraydi. Why was it interesting deydi. Nimacha qiziq edi deydi. Why was it exciting deydi. Nimacha zo'r bo'lgan edi deydi. Yana ham sizdan detal so'rashni boshlaydi. Bizga unaqa narsa kerak emas. Shu uchun biza qilgan aktivitimiz yoki javobimizda exceptional reasonini nima qilishimiz kerak? Topib bilishimiz kerak. Ana undan keyin bizga nima bo'ladi? Ana undan keyin bizga examiner explicit why savolini so'ramaydi. PPF ni mohiyati shu, demak ko'rib turganingizdek. Demak, doim ham siz PPF ni ishlatishingiz shart emas. Ayrim paytda present bo'lsa presentini, past bo'lsa pastini, future bo'lsa futuresini ishlatasiz. That's it. Mana shu PPF ni asl nimasi? Mohiyati hisoblanadi. No, lekin men toki bu narsani o'rgangunimgacha o'ylardim, ha, demak har bitta savolga ham pastdan javob berishim kerak, ham presentda, ham futureda. No, unaqa emas. Demak, PPF ni bizga asl mohiyati mana shu ekan. Got it? Tushunarli bo'ldimi bu? Hammaga yetib bordimi? PPF ni mohiyati. To'g'ri, ayrim bir savollarda ham pastni, ham presentni, ham futureni bersangiz bo'ladi, lekin savolni iloji boricha zamoniga qarab bersangiz, to'g'rimi? Bo'lib beradigan bo'lsangiz, ana u paytda ishingiz yana ham osonlashadi. Ekspertni ham zeriktirmaysiz, o'zingizdan ko'p gapirtirib o'tirmaysiz. Zo'r, demak. Ana endi DEE ga o'tadigan bo'lsak, interesting one. Juda ham interesting one. Nimaga? Hozir tushuntirib beraman. DEE ham bizga acronym hisoblanadi. Birinchisi direct, keyingisi explanation va oxirgisi bizda example yoki elaboration hisoblanadi. Demak, mana shu narsa. Sizga savol berildimi, direct birinchi answerni berasiz. Misol uchun, do you like chocolate? Yes, I do. Mana direct answer mana shu hisoblanadi. Keyin unga explanation qo'shish, to'g'rimi? Do you like chocolate? Misol uchun, to'g'rimi? Do you like chocolate ga men direct answer beradigan bo'lsam, birinchisi yes, I do. To'g'rimi? Mana bu bizga direct answer bo'ldi, ko'rib turganingizdek, to'g'rimi? Endi men bunga explanation berishim kerak. Nima uchun shokoladni yoqtiraman? Because it tastes delicious. Because it tastes delicious. Misol uchun. To'g'rimi? Mana bu sizga explanation bo'ldi. Example yoki elaboration agar qo'shadigan bo'lsam, to'g'rimi? Elaboration qo'shadigan bo'lsam, especially I like to have it at night with a hot cup of coffee. Man,
Ko'rib turganingizdek. Mana bu bizdagi ya'ni DEE hisoblanadi. Bu yerda nima ketyapti? Xo'p, mana tashlayman kanalga. Birinchi navbatda, do you like chocolate? Yes, I do. Ha, yoqtiraman. Explanation, nima uchun yoqtirishingiz? Chunki u mazali. Endi example yoki elaboration ya'niki yana ham kengaytirib berish degani. Asosan davoman men uni kechqurun yeyishni yaxshi ko'raman. To have ni botda ya'ni to have bilan biz birorta bir agar snackni yoki ovqatni beradigan bo'lsa, yemoq ma'nosida keladi bilasizlar? Misol uchun to have a breakfast, to'g'rimi? To have lunch, mana shunaqangi narsa. I like to have at night. I like to have it at night, to'g'rimi mana? Men uni kechqurun yeyishni yaxshi ko'raman. Nima bilan? Issiq kofe bilan. Mana. Ana bu yerda issiq kofe bilan yaxshi ko'rishimni, yeyishni yaxshi ko'rishim berishi bu elaboration, ya'ni ham kengaytirilgan versiya hisoblanadi. Agar misol uchun savol tug'iladi, mana shu yerni olib tashlaydigan bo'lsamchi? Yes, I do because it tastes delicious. Home raw bo'lib qoladi. Raw, home degani bizga. Home javobiga. Home javob bo'lib qoladi. Uni to'ldirish uchun esa bizga elaboration yoki example ga o'xshagan narsa bizga kerak bo'lar ekan. To'g'rimi? Xo'p. Delicious'ligi bu exceptional reason emas-ku. O'zi rostdan ham delicious-ku. Mana shu exceptional reason hisoblanadi-da. Shokoladni yana nima deyishingiz mumkin? Shokoladni yana nima deyish mumkin? Mana uchun shu. Mana uchun shu. Shirinligi uchun men uni yeyishni yaxshi ko'raman. Ha. Akademik birorta bir sabab topishim kerakmi? Ya'niki akademik sabab topishim kerakmi birorta bir? Ya'niki nima deydi? Shokoladda mana bunaqangi moddalar bo'lganligi uchun deyishim kerakmi? Yoki mana bunaqangi sog'ligimga menga foyda bo'ladigan moddalari bor deyishim kerakmi? Yeah. Guys, hayotda qiyinlashtiryapsizlar o'zlaringiz. Aytayapman. Qaranglar. Interesting yoki exciting deydigan narsalarni o'zini beradigan joyi bo'ladi. Berganingizdan keyin ularni elaboration qilmaydigan bo'lsangiz, xom bo'lib qoladi davoman. Endi men sizga savol beraman. Men hozirgina aytdim. Mana bu qismini hozir men olib tashlaydigan bo'lsam nima bo'ladi dedim. Farruh xom bo'lib qoladi dedim. Javob xom bo'lib qoladi. Chunki rostdan ham faqat shokolad emas, muzqaymoq ham boshqa narsalar ham delicious-ku, to'g'rimi? Shuning uchun ham men buni yana ham exceptional ekanligini isbotlash uchun elaboration qo'shdim. Tushunarlimi? Ya'ni bu yerda elaboration qo'shilgan. Elaboration qo'shilgan bo'ldi. Shu narsani yodimizdan chiqarmaylik, xo'p? Ya'ni especially I'd like to have it at night. To'g'rimi? With hot cup of coffee. Mana shu narsani qo'shganligim menga example va elaboration hisoblanadi. Yana ham kengaytirilgan. Chunki deliciousligini o'zi bilan qoldirganim deydi, hech qanaqangi nima deydi? Menga foyda keltirmasdi. Xom javob bo'lardi. Examiner, okay, deydi-da keyingi savolga o'tadi. Shu bilan uje mana nima deydi? Uje 6.5 dan balo ololmasligimni predict qilib bo'ladi uje u paytda. Demak, keyingisi DEE ga. Demak, xuddi shunaqangi variantini sizlarni bitta sinab ko'radigan bo'lsak. Xo'p, men savolni beraman. Kommentariyada o'zingizni direct answers, explanations va examples, elaboration bilan qilib berasiz. Bo'ladimi? Yoki audio shaklda qilamizmi? Xo'p, qani? Comment yoki audio? Kim? Qaysi birini qo'llaysizlar? Qaysi biri yaxshi? Comment shaklmi yoki audiomi? Audio bo'lsa audio. Comment bo'lsa comment. Farqi yo'q. Kim nimani tanlaydi? Kim? Comment yaxshi, comment. Comment. Bizda gapirishni nima deydi? Yoqtirmaydigan, to'g'rimi? Kommentariyada yozishni yaxshi ko'radigan o'quvchilarimiz. Mayli, why not? To'g'rimi? Okay. Why not? Ketdik demak. Savolni beraman. Savolga yaxshilab e'tibor qarating. Savolimiz juda qiyin emas. Well, давайте. What do you do in your free time? Oddiy savol. Va bu bizda doim part 1 da tushib kelayotgan savol, hech qachon chiqib ketmaydi bu. What do you do in your free time? Qani har kim o'zini exact answerni bersin, explanation bersin va uni elaborate qilsin, ya'ni evaporate emas, elaborate. Qani? Qani kim birinchi tashar ekan?
Kim? Yaxshilab o'ylang. Javobni berdingiz, uni tushuntirishingiz kerak. Tushuntirganingizdan keyin uni exceptional ekanligini isbotlash uchun examlarga o'zingiz uchun, to'g'rimi? Sal kengaytirishingiz kerak. Ko'p emas, sal. Mana. Qani? Kim? What do you do in your free time? Qani kim birinchi yozadi? Qani? Kim? Qani kuzatib boryapman, kutib turibman. Qani kim yozadi birinchi? Tahliliyatini beraman keyin. Sometimes I listen to music bo'ladi. Xo'p, I listen to music in my free time because it puts me good mood bo'lmaydi-da. Because it lifts up my mood. This is bo'ladi. Because it lifts up my mood. To'g'rimi? It lifts up my mood. Demak, kayfiyatimni ko'taradi. Lekin, to'g'rimi? Lekin bo'ladi. Joking. I have a habit of reading books in my free time, especially literature books. Bo'ladi books because it books degandan keyin endi bizga it bo'lmaydi-da. They bo'ladi because they give me a new information. No, Ismoil, demak, new information bizga любой narsa berishi mumkin. Kitobni aynan sizga, ya'niki exceptional joyi kerak bo'lyapti. New information biza faqat kitobdan emas, boshqa joydan ham olishimiz mumkin. Chunki men boya aytdim. Shokolad faqatgina shirin bo'lmaydi. Любой bitta narsa shirin bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Lekin men o'sha narsani meni o'zimga yoqishliligini, to'g'rimi? Aynan specific qilib aytib ketdim. Misol uchun aytishingiz mumkin bu yerda books offer different types of worlds where I can set my mind at ease. Mana qilib qo'ysangiz bo'ladi. Ya'niki kitoblar deymiz, misol uchun har xil dunyolarni bizga offer qiladi. Qayerdaki men o'zimni o'sha miyamni nima qilaman, tinchlantira oladigan degan holatda beradigan bo'lsangiz, zo'r ketadi. Xo'p, keyingisi okay, when I have free time. Okay bilan boshlamaymiz, Sardor. Well bilan boshlashingiz kerak. Xo'sh deganday ma'noni bildiradi. Okay, yaxshi deb ketyapsiz. Unaqa emas. When I have free time, I play basketball with my friends because it allows me to release all of my stress. No, yomon emas. Actually, in my leisure time, I enjoy reading fictional books. In fact, the types of books improve. That type of books improve my fundamental knowledge of finance bo'ladi. Financial bo'lmaydi. Finance bo'ladi, sizga ot kerak. Recently I have read Xo'p, aytyapsiz, men yaqinda mana shu kitobni o'qidim deyapsiz, lekin mana shu kitob sizga qanday financial value berganligini aytmagansiz. Qanday financial value berganligi aytilmagan. Shu uchun xom hisoblanadi. In my free time, I enjoy doing a variety of activities. For example, chatting with my friends. I also spend my practicing Chinese and English literature. No, yomon emas, Shahrizoda. In my free time, I enjoy a mixture of activities. Deyishingiz kerak yoki variety of activities. Painting is one of my favorite hobbies. It's a great way to express creativity and relax.
creativity and to relax deyishingiz kerak. Ho'p, I like cooking in my leisure time. I have my own recipe bo'lmaydi. Recipe bo'ladi. It elevates my mood. It elevates my mood. Bu so'zlarda to'g'rilab qo'ysangiz, Dilnoza, normalniy bo'ladi. Elevate bo'lmaydi. Elevates bunaqa so'z adashmasam yo'q. That quite frankly, I am cooking person. I am cooking person emas, I'm a cook deyishingiz kerak. I'm a cook. To'g'rimi? Yoki a person who loves cooking. Demak, that's why I try to cook the new meals for my roommates in my free time. Xo'p. Lekin nima uchun? Masalan, aytmagansiz, lekin nima uchun aynan cooking? Nima aynan cooking ekanligini aytmagansiz. Nima? Xonadoshlaringizga prosta pishirib berganligingiz uchun cookingmi? Yo'q. In my free time I read books because I can get into each character's lives and feel it too. Especially books from English literature are my favorite. Yomon emas. Beg'ambonu, demak, in my leisure time I usually watch dramas because they are awesome, especially I'm quite into its comedy parts that can help make me happy. Okay, bu ham bo'ladi, Mohira. It's my way of unwinding after a long day. So in my free time I go outside because it lifts up my mood and it gives me silence and what? Yo'q, it gives me solitude deysiz. It gives me solitude. Solitude degan o'sha tinchlik beradi deganday narsa. In my free time, I act in films because I can step into different characters' lives. Yomon emas. Lots of things to do, however, watching horror movies because I think that would boost my speaking and listening skill. Horror movies mi? Farruh, horror movies ni hozir sizlar endi nima deydi? Aynan speaking bilan to'g'rimi? Aynan speaking bilan listeningga qanday ta'sir qilishini tushuntirib berishingiz kerak endi ekspertga. How deydi? How deb savol beradi. Chunki любой bitta movie sizni listening bilan speaking skillisni nima deydi? Boost qilib yoradi-yu, to'g'rimi? Nimaga aynan horror movies? Prosta ya'niki horror movielarni listening bilan speakingni boost qilganligi uchun ko'rishni yaxshi ko'raman demaysizda. In my free time I like to read books and listen to music. It helps me relax and learn new things. If I have free time, I try to do some useful things like preparing bunaqa yozilmaydi. Preparing salads. I'm always in a good mood while making salads and also it can help me my family. Okay, yomon emas. When I have leisure time bo'ladi. Chunki app kelishadi emas. I hang out with my friends. Not only are we playing football but also we are exploring to city center just what yo'q. Grammatika bo'yicha muammolaringiz bor ekan. Nodoli strukturasini ozgina xato ishlatibsiz. Demak, xo'p. Okay, yomon emas. Why not? Yomon emas. Demak, endi DDE bizga tushunarli bo'ldi, to'g'rimi? DDE tushunarli bo'ldi. Got it? Hammaga e'tiborli degan umiddaman. DDE hammaga tushunarli bo'ldimi? Cooking person bunaqa ma'noda kelmaydi-da, Mehrinisa. Cooking degani pishirayotgan yoki cooking person degan narsa yo'q bizda ibora. A cook, oshpaz yoki a person who loves cooking bo'ladi. Tushunarli bo'ldimi hammaga? DEE. Yep, juda ham zo'r. Qolganlargacha tushunarsiz bo'ldimi? Keyingisi lemon technique. Garlic ham bo'lishi mumkin. Onion ham bo'lishi mumkin. Chili ham bo'lishi mumkin. Demak, bizda bu lemon texnika nimadan iborat? Limon texnikasi bizda 1 minut gapirasiz. 1 minut to'xtamasdan bir topik haqida vaysaysiz, gapirasiz. Bir topik haqida. Endi bu yerda nima uchun aynan limon deyilgan deyishingiz mumkin, to'g'rimi? Gayslarda mana bunaqangi holat bo'ladimi? Miya zo'r gapiradi, lekin til chiqara olmaydi. Bo'ladimi shu narsa? Miya zo'r gapiradi, lekin til chiqara olmaydi. Shu narsa, shu muammo bormi?
Shuni yo'q qilishni eng zo'r yo'llaridan biri bu. Da. Ya'niki bu tasavvur qiling. Sizni muammoingiz speakingizda bo'lmaydi u paytda. Sizni muammoingiz ya'ni tilingizni o'zida bo'ladi. Til juda ham qo'rqoq hisoblanadi. Miyada berasiz gapni, miya zo'r tuzib beradi. Kerak bo'lsa, grammatikasi bilan zo'r tuzib beradi. Tilingiz qilib qoladi, to'g'rimi? Gapira olmaysiz yoki umuman mana shunaqangi sharmanda bo'lmaslik uchun umuman tilingizni, og'zingizni ochgingiz kelmaydi. Bu degani ayb sizni tilingizda uni jazolashingiz kerak degani. Da, 1 minut qaysidir topik haqida gapiryapsiz. 3 sekund pauza qildingizmi? 3 sekund. Misol uchun olaylik topik potato haqida, to'g'rimi? Kartoshka haqida. Well, I love potatoes, and there are different types of potatoes, and we can cook them in whatever the way we want. And there are a lot of, variety of potatoes, and I like them. I like all of them. O'zi 3 sekund o'tdi, to'g'rimi? 3 sekund o'tdimi, sizga o'zingiz yoqmaydigan qaysidir mahsulotni yeb, tilingizni og'ritasiz. Limon, kimlargadir limon. Limoningiz bo'lib ketadi, to'g'rimi? Tilni chunki nima qiladi? Qichitadi. Garlic ham shunaqa, onion ham shunaqa, chili ham shunaqa. 1 minut o'sha 3 sekund siz to'xtadingizmi, tamom. Yeyishingiz kerak, o'zingizga o'zi jazo bo'ladi. Va bu narsa bizga disiplinga borib taqaladi. Nimaga? Chunki tilni siz o'rgatyapsiz, train qilyapsiz tilni. Tilni siz train qilyapsiz. Shu narsani yodingizdan chiqarmang. Tilingizni siz o'zingizga bo'ysundirishingiz kerak. Til sizni o'ziga bo'ysundirmasligi kerak. Hozir misol uchun miyasida zo'r gap tuzib, lekin tiliga chiqarmayotganlar, bu degani tilingiz sizni boshqarib turibdi. Nimaga? Tilingiz aytayapti, "Men xohlagan gapni gapirasan" deyapti. Tushundingizmi? Yoki misol uchun ayrim paytda mana bunaqangi holatlar bo'ladi, o'zingiz xohlamaysiz u gapni, lekin tilingiz o'zidan o'zi gapirib yuboradi. Til bu degani out of controlda turibdi degani. Siz tilingizni kontrol qiling. Bu degani, agar mana shu gapni aytmasang, men ham bunaqa qilaman. Agar mana bu gapni og'zimdan chiqarib yuborsang, men ham bunaqa qilaman deb xuddi jazolaganday gap bo'ladi. Insonni tana a'zolarining o'zini alohida joni bor bilsangiz, ayniqsa til besuyak deyiladi shu uchun. Shu uchun ham train qilish uchun eng zo'r texnika shu. Demak, topiklaringiz nimadan iborat bo'lishi kerak? Topiklar nimadan iborat bo'lishi kerak? Guys, iltimos, part 2 topiklarni olmang. Part 2 topiklar sizga shart emas. Part 2 topiklar bu yerda umuman kerak emas. Sizga oddiy simple topikdan boshlaysiz. Simple topiklardan boshlaysiz. Misol uchun, oddiygina bitta so'zdan o'zi, to'g'rimi? Tomato haqida gapiring yoki paper haqida gapiring yoki misol uchun nima? Tongue haqida gapiring, to'g'rimi? Yoki Englishni o'zi haqida gapiring yoki language haqida gapiring, to'g'rimi? Ya'niki siz part 2da 1 minut endi to'xtamasdan gapirishingiz ozgina muhokamali masala boshlanishida. Shuning uchun ham kichkina oddiy topiklardan boshlaysiz, 1 minut to'xtamasdan gapirasiz. Agar mabodo orasida to'xtab qoladigan bo'lsangiz, yodingizdan chiqarmang, unga jazo berishni. Jazo bermasangiz, tilingiz sizni ushlab turaveradi. Qachongacha tilingizga yo'l qo'yib berasiz ushlab turishiga? Demak, limon texnikasi tushunarli bo'ldimi hammaga? Got it? Limon texnikasi. Bu eng effektiv texnikalardan biri. Nafaqat part 2ni umumiy overall speakingni chiqarish uchun zo'r bo'ladi. Kimlardir limonni yeyishni yaxshi ko'radi, shuning uchun ularga garlic yeyish maslahat beriladi. Kimlardir onion yesin, kimlardir chili yesin, to'g'rimi? Shu uchun ham. Demak, bu texnika mana shundan iborat bizda. Bu texnika mana shundan iborat. Ana undan keyin sekin-sekin siz bu narsani part 2ni o'ziga ishlatsangiz ham bo'laveradi. Demak, limon texnikasi ham ketdi. Xo'p, ana endi ishoning, meni eng yaxshi ko'rgan texnikalarimdan biri va men o'ylaymanki, har bitta til o'rganayotgan inson bu texnikani qo'llamasa, til chiqarish tezligi shunchalik sekin bo'ladi. Ishoning, mana bu PPF, DEE, limon texnika ham kerak bo'lsa, to'g'rimi? Sizni speakingingizni bu darajachalik chiqarib bera olmaydi. U ham bo'lsa bizda ko'rib turganlaringizda countable repetition. Iltimos, oxirigacha eshitib turing. Countable repetition. Countable repetition. To'g'rimi? Xato ketib qoldi. Countable repetition. Demak, bu nima degani? Sanoqli takrorlash. Sanoqli takrorlash. Biladiganlar bormi? Eshitganmisizlar sanoqli takrorlash degan narsani? Sanoqli takrorlash.
Ko'pincha bizda sanoqli takrorlashni Qur'on o'qiyotgan odamlar o'rganadi. Nimaga? Chunki ular boshlanishida o'sha qanaqangi talaffuzini o'rganish uchun yoki uni qanaqa qilib to'xtamasdan yoki xato qilmasdan aytishni o'rganish uchun sanoqli texnikadan foydalanadi. Eshitganmisizlar? Yo'q. Shadowing emas bu. Shadowing emas. Sanoqli takrorlash va shadowingning farqi bor. Demak, sanoqli takrorlash bor bizda, keyin memorizing bor. Sanoqli takrorlash bizga ustun turadi yodlashdan. Nimaga? Hech mana bunaqangi holatga tushganmisiz? Biron bir narsani yodlayman deysiz-u, yodlashda misol uchun, to'g'rimi? Yodlashda. Biron bir narsani yodlayman deysiz-u, million marta takrorlaysiz, miyangizga bittasi zo'rg'a kiradi. Shunaqa holat bo'lganmi? Yodlashda aynan. Specifically yodlashni o'zida. Yodlashni o'zida. Yodlayman deysiz, miya nimagadir o'zidan o'zi qabul qilmaydi. Sababini aytaymi? Sababi siz miyaga yodla degan buyruqni berib turibsiz. Miyangiz o'zingizdan battar dangasa, yodlamaydi u narsani. Shuning uchun siz unga o'zi bilmagan holatda yodlattirib qo'yishingiz kerak. Va mana shuning uchun ham bizga nima yordam beradi? Sanoqli takrorlash yordam beradi. Sanoqli takrorlash mana shu uslubiyatda bizga yordam beradi yodlashda. Vaqtida, rostdan ham vaqtinchalik esda qoladi, keyinchalik chiqib ketadi yodlashda. Lekin sanoqli takrorlash doimiy yodingizda turadi. Toki tilingizdan chiqarmaguncha yodingizda turadi. Nima qilasiz? Qarang, sanoqli takrorlashda birinchi qiladigan ishingiz savolni oling va unga javob. To'g'rimi? Javob. Javob xoh o'zingizdan bo'lsin, o'zingizniki bo'lsa ham mayli yoki ekspertniki. To'g'rimi? Ekspertniki bo'lsa ham mayli bizda. Farqi yo'q. Savol, javob. Prosta bo'lsin mana shu ikkalasi. Oddiygina misol uchun mana shuni olaylik, to'g'rimi? Nima deydi? Mana buni olamiz. Mana shuni explanation balovattarlari bilan birgalikda olamiz. Mana bu yerga men paste qilaman. Mana ko'rib turganingizdek, savol turibdi, javobi bilan birgalikda. Men nima qilaman? Men savolni ham, javobni ham boshidan oxirigacha mana bunaqa qo'yib takrorlayman. Bir qo'yib. Nimaga? Qaranglar, mana bunaqa ketadi bu. Did you ride a bike when you were a kid? Yes, I did. My bike was gifted by my father to me, and I had fun riding it with all of my friends all day. Bitta bir qo'yaman. Chunki nimaga? Bitta takrorlash bo'ldi. Yana xuddi shu prosesni takrorlayman. Did you ride the bike when you were a kid? Yes, I did. My bike was gifted by my father to me, and I had fun riding it with all of my friends all day. Bu ikkinchi birni qo'yaman. Endi uchinchisiga o'taman. Did you ride the bike when you were a kid? Yes, I did. My bike was gifted by my father to me, and I had fun riding it with all of my friends all day. Va mana shunaqangi tarzda ketadi. Aytishingiz mumkin. Buni mazmuni nima? Miyaga yodladigan buyruqni berdingizmi, miya o'ziga olmaydi, yodlagani bilan birgalikda taqir yodidan chiqarib yuboradi. To'g'rimi? Sanoqli takrorlash birma-bir savolni ham, javobni ham takrorlaydi. Miyaga avtomatik chiqmaydigan bo'lib qoladi bu narsa. Realni chiqmaydigan bo'lib qoladi. Endi savol tug'iladi. Nechta takrorlashimiz kerak? Xo'p, har kimda har xil. Kimdir o'sha 10 marta takrorlagandan keyin miyasida qoladi, xuddi o'zidagi chiqarib beradi. Misol uchun, did you ride the bike when you were a kid? Yes, I did. My bike was gifted by my father to me, and I had fun riding it with all of my friends all day. To'g'rimi? Kimdadir o'sha 3 tada, kimdadir 10 tada, kimdadir 50 tada chiqadi. Misol uchun, oddiygina mana shu Qur'onni surasini yodlayotganlar ham kamida bitta surani, oyatlarni 100 martadan kerak bo'lsa olib chiqadi. Qaranglar. Men bu yerda birinchi savolni takrorlab, keyin javobni takrorlang demayapman. Savol bilan javob birgalikda ketishi kerak. Qur'on yodlovchilar ham xuddi shunaqa. Boshidan toki oxirigacha takrorlaydi, bu bitta. Har bitta oyatini alohida takrorlashmaydi. Boshidan oxirigacha bitta takrorlashadi, bu bittaga kiradi.
Biz ham xuddi shu texnikani qo'llaymiz va natijada уже 100-200 plus bo'ldimi? Endi nimaga ularga 100-200 plus bo'ladi? Chunki suralar katta bo'lganligi uchun. Bizda endi IELTS savollarimizda javoblari katta emas-ku unchalik, o'zi bitta yoki ikkita gapdan iborat bo'ladi. Bizga shuning uchun o'rtacha 50 ta 60 ta takrorlaganimizdan keyin miyamizda avtomatik suv bo'lib qoladi. Va uni bizlar nima deydi? Bemalol tilimiz o'ziga moslashtirib olgan bo'ladi, chiqarib beradi. Sizdan talab qilinadigan narsa demak, savolni, javobni boshidan oxirigacha takrorlang va sanab keting. Sanab ketish muhim hisoblanadi. Prosta takrorlab yurmang o'zingizdan o'zingiz. Sanab keting. Nimaga? Chunki nechta sanaganingizdan keyin o'zingizni og'zingizga avtomatik chiqayotganlik raqamini bilishingiz kerak. Ha, 50 tami? Ha, demak, mana maksimum 50 degan, minimum manda 30 degan, eng kami o'ldim deganda 20 tada chiqarib olman degan narsa bo'lishi kerak. Mana shu narsa bizda. Chunki bu juda ham katta rol o'ynaydi. Bu narsani men o'zimdan olmaganman. Tanishlarim bor. Chet tilini o'rgangan, arab tilini o'rgangan, to'g'rimi? Yoki Qur'on o'qishni o'rgangan. Qur'on o'qishni o'rganganlar sanoqli takrorlashdan foydalanadi. Xohlasangiz bir o'zidan so'rab ko'ring, agar biladigan tanishingiz bo'lsa. Va bu narsani ingliz tiliga olib kirgan edim, rostdan ham bu ish beradi. Nimaga? Chunki siz chet tilida gapirishingiz uchun birinchi bo'lib chet tilida gapirayotganlarni gapini o'zingizga moslashtirishingiz kerak. Realni. O'zingizdan o'zingiz gapirib keta olmaysiz-ku. Ko'pchilikka hayron qolaman men. Speakingni qanaqa qilib oshirishim kerak? Ha, gapiring, tamom deydi. To'g'rimi? Nima deydi? Aytasiz, gapirishni bilmayman. Men qanaqa qilib chiqarishim kerak deysiz. Mana sizga javob. Oling savolni, ekspertning javobini oling, takrorlang. Savol bilan javob birgalikda takrorlansin va raqam qo'yib ketish yodingizdan umuman chiqmasin. O'sha paytdagi bir 50 ta bo'ladimi, 60 ta bo'ladimi? Boshlanishiga shunaqa bo'ladi. Sekin-sekinlik bilan o'sha miya moslashadi. Ha, demak bu takrorlattirib menga yodlattiryapti. Keyin o'sha avtomatik o'sha 2-3 marta o'qigan paytingizda yodingizga qoladigan bo'ladi. Ana undan keyin takrorlamasangiz ham bo'ladi. Nimaga? Chunki shu paytgacha takrorlangan javoblardan siz o'zingizga любой bitta savolga javob tuzib ketadigan bo'lasiz. Tushunarli bo'ldimi? Got it. Eng zo'ri mana shu bizda. Eng zo'ri shu. Sizga misol uchun speakingni practice qiling. Qanday? Speak more dedimi? Mana shu uslubiyatni qo'llang degani bu. Sanoqli takrorlash. Mana nima uchun ham ekspertlarning ko'pchiligi qaymoqli narsani tekinga bermaydi ko'chada. Qanaqa qilib speakingimni oshirsam bo'ladi? Shu speaking ko'proq qiling. Qanday qilib ko'proq speaking qilish mumkin? Mana javobi. Sanoqli takrorlash, countable repetition hisoblanadi. Boshlanishiga qilib kelasiz, avtomatik til keyin o'sha o'rgangan javoblaringizdan savollarga javob berishni boshlaydi. Okay? Mana shunaqangi narsa. 4 kishida tushunarsiz bo'ldimi? Demak, savol bilan javobni takrorlaysiz boshidan oxirigacha va har bitta takrorlab bo'lganingizdan keyin raqam qo'yib ketasiz. Tamom? Shu narsa. E'tibordami? Demak, savol bilan savol plus javobni boshidan oxirigacha takrorlaysiz. Oxirigacha takrorlaysiz. Savolni alohida, javobni alohida takrorlamang, birgalikda ketsin ikkalasi. Mana, did you ride the bike when you were a kid? Yes, I did. My bike was gifted to me by my father and I had fun riding it with all of my friends all day. Ko'rdingizmi? Savolni ham javobni ham qo'shib birgalikda takrorlab bordim. Siz mana shunaqa qilishingiz kerak. Savol bilan javobni alohida takrorlamang. U ko'pincha yordam bermaydi. Savolni takrorlash nima kerak? To'g'rimi? Savol plus javob boshdan oxirigacha takrorlaysiz va takrordan keyin sanoq raqam qo'yib ketasiz. Raqam qo'yib ketasiz. Shunaqa narsa. Mana shu bizga ketma-ketligi hisoblaniladi. That's it. Bu texnika ham bizga ketdi va speakingimizdagi oxirgi texnika va u ham bo'lsa mashlak. Money, environment, safety, health, law yoki lifestyle, to'g'rimi? Education, culture. Mashlak ham acronym hisoblanadi. Mana shu so'zlarni bizga yig'ilgan varianti. Endi bu so'zlarni nima ma'no anglatishini bilib turibsizlar.
Meshlak texnikasini biz ko'pincha part 3 da ishlatamiz. Part 3 da keladi bu. Nimaga? Chunki part 3 savollari xuddi part 1 ga o'xshaydi, lekin sizdan kuchliroq explanation bilan kuchliroq sabab so'raydi. Misol uchun, oddiygina bitta part 3 ga savol. Can you tell me some of the ways that we can do to encourage to increase some yaxshimi yoki to make our children study more. Mana bu narsani bizga berib qo'yibdi. Mana shu savol sizga part 3 da keladigan savollarimiz taqriban shunaqangi shaklda tushadi. Ya'niki nima deydi? Comprehensive bo'ladi. Endi siz bunga javob berishingiz uchun nimadan foydalanishingiz kerak? Siz bunga javob berishingiz uchun albatta Meshlak sizga yordam beradi. Nimaga? Birinchi navbatda siz savolni mana shu kategoriyalardan, to'g'rimi? Biriga qo'yib gapirishingiz kerak. Misol uchun, bolalarimizni ko'proq o'qitish uchun biza puldan foydalanganimiz yaxshimi? Yoki atrof muhitini o'zgartirganimiz yaxshimi? Yoki xavfsizligini oshirganimiz yaxshimi? Yoki sog'ligiga qaraganimiz yaxshimi? Yurish-turishigami, ta'limigami yoki kulturasi, ya'ni madaniyatigami? Ko'rdingizmi? Mana shu savollarni bilasiz. Bizga eng logichli to'g'ri keladigani bizada bu yerda qaysi? Pul beradigan bo'lsak, unchalik bo'lmasa kerak-ku, to'g'rimi? Menimcha pul bersa uncha o'qiysizlarmi? Bilmadim. Menga pul berilsa unchalik o'qimasdim. Shuning uchun ham men environment tayinlayman. Nimaga? Chunki atrof muhitini o'zgartirsa juda ham zo'r. Environment bilan bog'lab yozaman va yana nima bilan bog'lab yozishim mumkin? Men yana lifestyle ni olaman. Va albatta oxirgisi nima? Education. Chunki nimaga? Savolimizda o'zi mantiqiy jihatdan educationga bog'langanligi uchun education degan kategoriyasini olib ketasiz. Ko'rib turganingizdek. Endi men shularni isbotlab berishim kerak. Aytaman men. Gapiraman, boshlayman bu bo'yicha. Firstly deyman, to'g'rimi? Firstly, we need to focus on their environment. By that, we can detect who or what is holding him from studying. Men aytmoqman. Birinchi bo'lib biz uni environmentga qarashimiz kerak, atrof muhitiga. Bu bilan davomman, to'g'rimi? Biz aniqlashimiz mumkin kim yoki nima uni o'qishdan nima qilib turganligini, holding, saqlab turganligini bilishimiz mumkin, davomman. Xo'p. Secondly, children's lifestyle can play a crucial role, to'g'rimi? Crucial role in their education. En aytaman, to'g'rimi? Education. Because without a proper plan or agenda, everything can be chaotic. Aytmoqman. Demak, ikkinchi navbatda davomman bolalarni yurish-turishi, hayot tarzi juda ham muhim rol o'ynaydi ta'limga davomman. Chunki ma'lum bitta plan yoki ma'lum bitta agenda bilan, to'g'rimi? Любой bitta narsa chaotic bo'lib ketadi. Rostdan ham tasavvur qiling, kuningizni planlashtirmagan paytingizda nima qilishingiz kerakligini planlashtirmagan paytingizda chalkash bo'lib ketadi hamma narsa. And lastly, aytmoqman va eng oxirgisi davomman, education should be of a great quality. Oflik struktura bilan ishlatdim demak. Va albatta davomman ta'limni o'zi ham davomman nima? Juda ham zo'r sifatda bo'lishi kerak. To'g'rimi? Ya'ni keyin isbotlab berishim kerak. If teachers
teachers are not willing to make a child fall in love with the subject, a kid never learns. Aytyapman. Agar ustozlar deyapti, bolani fanga mehrini oshirishga harakat qilmasa deyapti, bola hech qachon o'rganmaydi deyapmiz. Demak, ko'rib turganingizdek mana. Bu degani mana shularning hammasi bizga bularni study more va studiesini yana nima efficient qilishga yordam beradi demak. Meshlak mana shundan iborat stil hisoblanadi. Любой bitta meshlakni part 3 savollarni deyarli hammasiga ishlatsangiz bo'ladi. Ya'niki ma'ni jihatdan environment, safety, health yoki boshqa jihatdan ishlatsangiz bo'ladi. Mantiqan to'g'ri kelib ulanadiganini olasiz. Demak, meshlak tushunarli bo'ldimi? Got it? Everybody? Meshlak. Pul jihatdan olishingiz mumkin, atrof muhiti jihatdan olishingiz mumkin, xavfsizlik jihatdan olib unga siz nima qilishingiz mumkin? Albatta kommentariy berishingiz mumkin. Qolganlargachi? Qani? Qolganlar tushunarsiz bo'ldimi? Meshlak. Hello. Wow, come on guys, come on. Kimdir request qo'ygan. Tak. Kim? Shu PDFni tashlab bering endi. Sabr qiling, qani oldin dars tugasinchi. Farruh, namincha nima deydi? Shoshadigan bo'lar ekansiz, to'g'rimi? Dars tugasinchi, keyin oxirida bitta qilib tashlab beriladi-da. Tak, yaxshi. Speaking bo'yicha texnikalarimiz o'z nihoyasiga yetdi. Ana endi siz bilan qiladigan ishimiz listening bo'yichalarni ko'rib chiqishimiz kerak. Listening bo'yichadagilar bizga demak, endi listening o'tadigan bo'lsak. GPS bizda ko'pincha part 1 bilan 2 ga ishlaydi. 2 ga unchalik ishlamaydi. Part 1 da ko'pincha ishlar ekan. GPS nimadir? GPS bizda siz audioni eshitasiz va important, to'g'rimi? Joyini, misol uchun nima bo'lishi mumkin? Important joy, number bo'lishi mumkin, location bo'lishi mumkin yoki activitylar bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Bla bla. Mana shularni nima qilib ketasiz? Mention qilib yozib ketasiz. Mention qilib yozasiz. Mention qilib yozasiz demak, ko'rib turganingizdek. GPS mana shundan iborat bo'ladi. Ko'pincha bu part 1 da ishlaydi. Blindfoldedchi. Blindfolded buni olib qaraganda bir-biriga o'xshab ketadi bular, lekin blindfolded farqi savolsiz ishlaniladi. Savolsiz ishlaniladi. Qanaqa qilib savolsiz listeningni ishlash mumkin deyishingiz mumkin, to'g'rimi? Blindfoldedda ko'pincha biza ishlashimiz uchun siz birinchi bo'lib 8 ta step bor edi-yu, 8 ta step. O'shani tugatgan bo'lishingiz kerak. Ana undan keyin GPS bilan blindfoldedga o'tsangiz bo'ladi. Nimaga? Chunki siz GPS bilan blindfoldedda qilishingiz uchun birinchi navbatda siz o'zingiz eshitayotgan narsani hech bo'lmaganda 70-80% ni tushunishingiz kerak. 70-80% ni tushunmayapsizmi? GPS bilan blindfolded sizga yordam bermaydi. Nimaga? Chunki GPS ham blindfolded ham bizga part 1 da ishlatiladi va ular audiodagi eng muhim bo'lgan informatsiyalarni ayirib olib, keraksizini chiqarib yuboradi. Ya'niki important bilan, to'g'ri, important bilan unimportant ni bizga ajratadi, sort of qiladi. Endi o'zingiz o'ylab ko'ring. Bunaqangi narsani sort of qilish uchun bizga nima kerak? Albatta, yaxshigina eshitish skillari kerak bo'ladi va bu uchun albatta sizga hammasi borib nimaga borib ulanyapti? 8 stepsga borib ulanyapti. Ko'rganingizdek. Xo'p, endi keyingisi
Snake or location. To'g'rimi? Buni men prosto shunchaki aytganimni o'zi foyda bermaydi. Keling ko'rsatib bera qolaman snake bilan locationni sizga. Xo'p. Bormikan bizada xarita? Yes, mana uzr, xarita emas. Xo'p, listeningda xaritalar bor, to'g'rimi? Map. Ko'pchilik mana shu mapdan noliydi. Mapni ishlashda zo'rgina usullari bor. Ikkita uslubiyati bor. Hozir o'shalarni men sizga ko'rsatib beraman. Agar hozir map savol turini o'zim topa olsam bo'ta. Demak, Cambridge 17 da yo'q ekan. Keling Cambridge 19 da ko'ramiz. Qani map bor ekanmi? Xo'p, map. Yeah, map qurganmi bularga? Taskvanlarda turibdi. Xo'sh. Mana, молодец mana. Bor ekan-ku. Map bilan ishlash, qaranglar. Snake uslubiyati snake. Mana hozir chizib qilib beraman. Snake qanaqa yuradi? Mana bunday yurib ketadi, to'g'rimi? Mapimizda ham ishlash uslubiyatimiz deyarli shunaqa. Siz turgan joyingizga mana bunday qilib qo'yishingiz kerak, ruchkangizni mana bunday qilib belgilashingiz kerak, to'g'rimi? Left dedimi left, to'g'rimi? Right dedimi right. To'g'rimi? Go straight dedimi go straight. Demak, qayerga yursa, siz ham qo'lingiz bilan birga yurishingiz kerak. Guys, miyangiz bilan yurmang. Miya chunki adashtirib yuboradi. Qo'lni shunday qo'ying, bitta aytganimni qiling-da mana shu narsani. Qo'lingizni shunday qo'ying, left dedimi? Leftga qarab keting. Right dedimi? Rightga qarab keting. Go straight and right. And at the end of dedimi? Demak, mana shu yerga kelishingiz kerak. Qo'l ishlash kerak snake'da. Yodingizdan chiqarmang. Location uslubiyati qanaqa? Location uslubiyatida esa bizada audioni eshitishdan oldin qilasiz bu narsani. Audioni eshitishdan oldin nima qayerda turganligini birinchi o'zingiz taxmin qilib chiqishingiz kerak. Misol uchun, D bizada kichkina lake'ni nimasida next to, to'g'rimi? Next to sida joylashgan yoki B bizada katta lake'ni yonida joylashgan, to'g'rimi? Yoki E bizada lake bilan nima tomonda turibdi? Opposite side'da turibdi deb, to'g'rimi? O'zingiz tahlil qilib chiqishingiz kerak. Yoki H, to'g'rimi? Old Stables'ni, to'g'rimi? Nimadan kirgandan, ya'ni to'g'ri kirgandan o'ng tomondagi cornerda turibdi. G esa top tomondagi nima? Left side'da turibdi, to'g'rimi? Left side'da turibdi. Yoki F misol uchun daraxtlar nimasida joylashgan? Atrofida joylashgan. Around bilan, to'g'rimi? Yoki bizada bunga ham next to bilan ishlatish mumkin. Ya'niki o'z-o'zidan ma'lum bo'ladiki, snake audioni o'zi bilan ketadi, ruchka bilan yurib borasiz ketidan. Location esa siz audioni eshitishdan oldin qayer nimada turganligini taxminiy belgilab chiqasiz. Audioni eshitgan paytda keyin belgilab ketasiz. Nimaga? Chunki ancha oson bo'ladi-da process. Oldindan qilib qo'yadigan bo'lsangiz. Chunki bizaga locationda ishlatiladigan, mapda ishlatiladigan so'zlarning miqdori nima? Kam. So'zlar miqdori kam. Misol uchun, bulardan qilishimiz mumkin. Maplarni bizga mana shu ishlatiladigan so'zlar ro'yxati bor. Bu ham nasib bo'lsa botga tashlab qo'yiladi. Botga nima deydi, registratsiyadan o'tgan bo'lsangiz, o'sha paytda beriladi bu nima deydi, materiallar. Mana shu mapda ishlatishingiz kerak bo'ladigan so'zlar ro'yxati. Demak, bizga snake bilan, to'g'rimi? Location shundan iborat ekan. Demak, snake sizga ko'pincha mapda ishlaydi, location ham mapda ishlaydi va bularni master qilishingiz uchun snake ko'pincha audio bilan birga ishlaysiz. Location esa audioni eshitishdan oldin ishlaysiz. Location demak ko'rib turganingizdek. Xo'p, tushunarli bo'ldimi bu ikkalasi, snake bilan location? Locationga doir bo'lgan, ya'niki mapda ishlatiladigan so'zlar ro'yxatini o'sha botimiz bor, kecha tashlagan edik. O'sha yerda registratsiyadan o'tgan bo'lsangiz turadi. Olsangiz bo'ladi bemalol tekinga. Tushunarli bo'ldimi? Snake bilan lokatsiya bizaga. Qani. Yes. Tamam, bir kishi tushundim. Hey guys, come on. Wake up. Kecha kira olmaganlar uchunchi. Kecha kira olmaganlar esa botda nimasi turibdi-yu. Silkasi turibdi tepada. Video darslikni so'rayotgan bo'lsangiz, u keyin birgalikda tashlab beriladi. Tepada bitta qarab ko'rsangiz, bot turibdi.
Misol uchun bot qani edi, hozir topib ham beraman sizga. Mana bot turibdi. Resurslar uchun bot. Tashab qo'yildi, mana shunga turibdi hammasi. Mana botdan olasizlar, Faruq. Demak. Va oxirgisi bizda prediction. Prediction eshitgansizlar, to'g'rimi? Prediction hamma eshitgan, to'g'rimi texnikani? Prediction texnikasini. Hammangiz eshitgan bo'lsangiz kerak, chunki u juda ham mashhur texnika bu. Lekin nimagadir xato foydalanasizlar. I don't know why, but still I can't refuse. Copyright. Prediction. Eshitganlar bormi? Prediction. Eshitmaganmisizlar yoki prediction'ni? Come on guys. At least you have been. You've been there, right? Bashorat qilishda ko'pincha predictionni sizga part 1 bilan part 4 da ishlatasiz deyilgan, to'g'rimi? Part 1 bilan part 4 da ishlatasiz deyilgan. Xo'p, nimaga? Chunki bularda ko'pincha mana shu topsa bo'ladigan savol turlari turibdi mana. Hozir shularni birgalikda sizlar bilan qilib ko'ramiz. Lekin part 1 da ishlatmang. Part 1 da ishlatmang. Part 1 da sizga GPS bilan blindfolded o'zi yetadi. Part 4 uchun zo'r. Part 4 uchun zo'r. Nima uchunligini hozir ko'rsatib beraman. Birgalikda. Qani ketdik. Qaranglar. Birinchi navbatda yodingizdan chiqarmang. Part 4lar taqar birdan savolga javob berishdan boshlab ketmaydi part 1ga o'xshab. Ular birinchi prezentatsiyani boshlaydi, kim qanaqangidir ma'lumotlar aytadi. Bir minut o'tgandan keyin yoki 1,5 minut o'tgandan keyin sekin-sekin savollarga javob berishni boshlaydi. Prezentatsiya usulida bo'ladi ko'pincha. Demak, o'z-o'zidan kelib chiqadiki, sizga mana bu ma'lumotlarni aytdimi, o'tkazib yubormang. Pitichka qo'yib keting. Birinchi navbatda. Chalg'imaysiz o'sha paytda. Demak, comparisonga keldimi, pitichka qo'ying. Va nima qilasiz? Sizdan savol so'rayapti. Mazes are a type of something deyapti, to'g'rimi? Kamida har bitta savolligini joyida ikkitadan o'zingizdan example berib ketishingiz kerak. Ikkitadan example berib ketishingiz kerak. Labirint nimaligini bilasizda, maze nimaligini bilasizda. O'zbek tilida ikkalasi ham bizada labirint deyiladi. Xo'p, demak aytayapti bizga. Labirintlarni mazelar bilan taqqoslaymiz deyapti. Maze deyapti, nimaningdir turi. O'zlaringiz o'ylab ko'ringlar. Maze nimani turi bo'lishi mumkin? Misol uchun, meni taxminim a kind of a puzzle misol uchun. Puzzle bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Misol uchun puzzle degani o'yin yoki game boshqada. Game ham bo'tta bo'lishi mumkin ekan, to'g'rimi? Misol uchun maze bizada puzzle degani bosh qotirma. Bosh qotirma turi bo'lishi mumkin yoki maze yana nimani turi bo'lishi mumkin? O'ylab ko'ringlar. Misol uchun game turi bo'lishi mumkin. Nimaga? Yashirinib topish uchun juda ham zo'r, to'g'rimi? Game turi bo'lishi mumkin. Yana nima turi bo'lishi mumkin? O'ylab ko'ringchi. Maze, labirintda o'sha turida. Maze yana nima turi bo'lishi mumkin? O'ylab ko'ring. Nima? Hello? Guys, come on. Mazelar, labirintlar nimani turi bo'lishi mumkin? Puzzle, bosh qotirma turi bo'lishi mumkin. O'yin turi bo'lishi mumkin. Yana nimani turi? Javohar, labirintni ololmaysiz, chunki tepasida qarang. Labirintlar bilan mazelarni farqi deyapti. Qanaqa qilib maze yana labirint turi deb olishingiz mumkin? O'ylab ko'ring, maze qanaqa qilib? Are type of road bo'lishi mumkin. Mana this Faruq, demak, road turi bo'lishi mumkin bizga, to'g'rimi? Ya'ni yo'nalishlar turi bo'lishi mumkin. Yana are type of joy bo'lmaydi-da, endi xursandchilik turi bo'lmaydi-da. Joy, logichni to'g'ri kelmaydi. Любой bitta so'zni ola olmaysiz-da, bu yerda. Ya'niki mantiqqa yaqin kelish kerak. Maze bilan labirintlar ko'pincha bizga yo'lda adashib qoladigan holatingizdagi nima? O'yinga o'xshagan narsalar, to'g'rimi? Yo'q, bino emas. Qanaqa qilib binoni turi bo'lishi mumkin maze? Qanaqa qilib? Maze xayolingizga keltirib ko'ring-da bitta. Kirasiz, aylanib yarim soatdan keyin yana o'sha kirgan joyingizga qaytib kelib qolasiz, to'g'rimi? Qanaqa qilib binolarni turi bo'lishi mumkin? Place joy bo'lmaydi, other type of place bo'lmaydi. Chunki o'ta general bu. O'ta general berib yuboryapsizlar. Qaranglar, o'ta general ham bermaslik kerak. Ozgina specificroq aytayapman, qaranglar. Labirint deganda nimani xayollaringizga keltiringizlar, to'g'rimi? Maze ham o'sha labirintga o'xshaydigan narsa, lekin farqini tushuntirib beryapti. Mazelarda o'ta nimaningdir turi. Endi o'zingiz o'ylab ko'ring. Maze bilan labirintga kirdingiz, boshini topa olmaysiz. Kirsangiz oxirini topa olmaysiz, kirgandan keyin boshini topa olmaysiz.
Ko'pincha bu puzzle ga o'xshab ketadi, to'g'rimi? Boshqa quturmaga o'xshab yoki game, o'yinga o'xshab ketishi mumkin, to'g'rimi? Yoki road, yo'nalishlar birligi bo'lishi mumkin. Yoki yana binolarni yonmaymizda endi. Are a type of, misol uchun yana nima deyishimiz mumkin? Mazlar yana are a type of confusion. Are a type of confusion. Confusion ya'ni nima dedi? Ikkilanishlik yoki mana shu narsani bir turiga kiradi deganda qilib qo'ysak ham bo'ladi. To'g'rimi? Birgalikda berganda. Xo'p, demak, bunga mana ikkita berildi o'sha, to'g'rimi? Endi keyingisiga qaranglar. Keyingisiga qaranglar. Something is needed, demak nimadir kerak bo'lar ekan bizga mazedan chiqib ketishimiz uchun. Mazedan chiqib ketish uchun nima kerak bo'ladi? Bizga nima? Something is needed. Mazedan chiqib ketish uchun nima kerak bo'ladi? O'ylab ko'ringlar qani bir. Mazedan chiqishingiz uchun. Bosh qotirmali, to'g'rimi? Joydan chiqishingiz uchun nima kerak bo'ladi sizga? Qani? Brain map, to'g'ri. Brain map bilan ham to'g'ri keladi, malades. Lekin bitta narsaga e'tibor qaratinglar. Artikeli yo'q. Bu degani sanalmaydigan ot olish kerak ekan bizga. Brain sanaladi, map sanaladi, to'g'rimi? Hozir bu yerda kompas ham deyishimiz mumkin. Lekin kompas bu yerda sanaladigan ot. Artikeli bilan kelishi kerak. Bizda sanalmaydigan otni so'rayapti. O'ylab ko'ringchi, sanalmaydigan otlardan qaysi biri bizga kerak bo'ladi? Yo'q, map sanaladi. Malades Shahrizoda, to'g'rimi? Logic bizga katta ehtimollik bilan to'g'ri tushadi. Bu yerda puzzle deb qo'ysak bo'ladi, bu yoki game deb, to'g'rimi? deb qo'yadigan bo'lishi mumkin. Logic bizga juda ham zo'r tushadi. Nimaga? Chunki logic rostdan ham sanalmaydigan ot. Mind sanaladi. Minds, misol uchun our minds, to'g'rimi? Fikrlarimiz. Guide ham sanaladi-yu, a guide. Okay, sanalmaydigan. Demak, keyingisi. The word maze is derived from a word meaning a feeling of something. Endi o'zi o'ylab ko'ringlar, maze, to'g'rimi? Bosh qotirma nimagadir o'xshaydigan narsa. Qanaqangi so'zdan qanaqangi tuyg'uga tegishli bo'ladi bu ko'pincha? Feeling. Maze so'zi qanaqangi tuyg'uga tegishli bo'ladi? O'ylab ko'ringlarchi? Qanaqangi tuyg'u? Maze. Qanaqangi tuyg'uga tegishli bo'lishi mumkin? Kirsangiz, kirdingizmi oxirini topa olmaysiz? O'sha o'rtasiga keldingizmi boshini topa olmaysiz. Qanaqangi tuyg'uga ko'pincha to'g'ri keladi? Confusion, malades mohirada. Yana qanaqangi? Confused emas, a feeling of confusion bo'ladi. Nimaga? Feeling of dan keyin siz ot berishingiz kerak. Ot, sifat emas, ot beriladi. Mahmud, just, to'g'rimi? Ot kerak sizga. Feeling of something. Feeling of something. Sizga ot kerak bo'ladi. Confusion bo'ldi. Yana nima to'g'ri kelishi mumkin? Faqat confusionmi? Come on guys. Yana bizda hesitation ham to'g'ri keladi, to'g'rimi? Hesitation. Hesitation ham to'g'ri keladi bizga. Yoki a feeling of mass, malades, mumtoz mahal, to'g'rimi? Mass ham bizga to'g'ri keladi. Malades mana demak. Bizga demak bu yerda confusion, mass, to'g'rimi? Hesitation. Okay, zo'r. Bo'ldi. Mazelarni ta'rifi tugadi. Endi labirintlarga o'tyapti. They have frequently been used in something and prayer. Prayer bizga ibodat degani. Bu degani endan oldin prayerga yaqinroq bitta so'z aytishimiz kerak. Prayerga yaqinroq nima bo'lishi mumkin? Ya'niki ibodatlarda va yana nimalardadir ishlatilingan labirintlar. Prayerga yaqinroq so'z bo'lishi kerak. Bo'lmasa prayerni o'z holicha berib qo'ymas edi. Prayerga bo'lgan yaqinroq so'z nimada? Ibodatga yaqin bo'lgan so'z. Nimalarda ishlatilgan bo'lishi mumkin? Ibodatda va yana nima? Qani? Kim aytadi? Kim? Come on. Prayer and what? Pray. Marosim. Ingliz tilida worship desa bo'ladi. Marosimni biz ceremony deymiz, to'g'rimi? Ceremony, funeral, malades, to'g'rimi? Yana ham yaqinrog'i bor. Ibodatga eng yaqin bo'lgan so'z nimada? Ko'pincha g'arbdan kirib kelgan. G'arbliklar ishlatadi, to'g'rimi? Ertalab turgan paytda oyoq qo'llarni mana bunaqangi cho'zib, to'g'rimi? Ko'pincha ayollar shug'ullanadi.
Supplication. Supplication unchalik emas, nolga yaqin keldingiz. Yana nima? Meditation, malades, da meditatsiyaga ko'pincha yaqin turishi mumkin, to'g'rimi? Demak, bu yerda bizda ceremony, funeral yoki nima? O'sha meditation. Meditation. Mana shunaqangi gaplar. Endi 35. Early examples of the labyrinth spiral. Aytyapti, qaranglar. Ancient cravings demak, o'yib yozilingan on, nimaningdir ustida, on ustida degani, to'g'rimi? Nimani ustida o'yib yozishimiz mumkin? Cravings, to'g'rimi? On. Nimani ustida o'yib yozilishi mumkin? O'ylab ko'ringlar, qani nimalar ustida o'yib yoziladi? Misol uchun, o'yib yoziladigan narsalardan bittasi stone, to'g'rimi? Stone. Da, malade stones bo'ladi, stone, wood bo'ladi, wall bo'ladi, yana metal ham bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Metal ustiga ham o'yib yozilinadi bizga. Metal ham bo'ladi yoki iron deb berishi mumkin, to'g'rimi bizga? Wood aytilindi. Yana nima? Yana nimani ustiga o'yib yozishimiz mumkin? Menimcha bo'ldi-yu, da. Wood aytilindi. Stone bo'ldi adashmasam. Menimcha yetadi demak. Bu yerda shu yerda stone yoki wall deb qo'ysak bo'ladi, to'g'rimi? 36. Ancient Greeks used the symbol. Symbolni ishlatishgan on. Yana nimani ustida? Symbolni nimani ustida ishlatishimiz mumkin? Mana shu symbolni. Symbol, to'g'rimi? Symbolni on. Yana nimani ustida ishlatishimiz mumkin? Tepadagi sanab o'tganlaringiz bor-ku. Tepadagi sanab o'tganlaringizni luboy ham hozir shu yerda tushadi. Bitta mantiqan o'ylab qaranglar mana. Greklar simbolni devorini ustida ishlatgan. Da, tangasini ustida ishlatgan. Da, to'g'rimi? Yoki bayrog'ini ustida ishlatgan. Flag deyishimiz mumkin, to'g'rimi? Coin deyishimiz mumkin, to'g'rimi? Yoki mana tepada sanab o'tganlaringizni hammasi ham shu yerda tushadi. Xo'p, demak, coin ko'pincha yaqinroq turadi yoki yana nima? Stone, bunda ham tosh deydigan bo'lsa, toshdan ustida ishlatganlik ozgina g'alatiroq bo'ladi, lekin iron, to'g'rimi? Yoki weapon, ana, weapon. Weapon nima degani? O'sha qurol aslaha. Qurol aslahalarning ustida nima deydi? Ishlatgan bo'lishi mumkin. Symbolni. 37. Largest surviving example of turf labyrinth da ichida katta. Labyrinth ichida katta nima bo'lishi mumkin markazida? A big something at its center. To'g'rimi? Markazida nima bo'lishi mumkin labirintlarni? O'zlaringiz o'ylab ko'ringlar-da. Markazida katta nima bo'ladi? Katta. Nima bo'lishi mumkin? Yo'qda big price demaymiz-da. Price bo'lmaydi-da. Labirint o'rtasiga qachon price turganligini ko'rgansiz? Labirintdan chiqqandan keyin price bo'ladi. Lake bo'lishi mumkin, statue bo'lishi mumkin, flag kinda bo'lishi mumkin. Yana nima bo'lishi mumkin? Tree, daraxt bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Sculpture bo'lishi mumkin, luboy bitta katta narsa bo'lishi mumkin. Malades demak. Xo'p, katta a big lake, large lake, xo'p lake ni olsak bo'ladi. Tree ni olsak bo'ladi, bu yerda to'g'rimi? Yana nimani olsak bo'ladi? Statue ni olsak bo'ladi. Zo'r tushadi. Mana. Xo'p, qani ketdik demak. 38 dana endi. Demak, labirintlarni ham mental, ham fiziki sog'likka nimasi foydasi borligi aniqlangan ekan. Misol uchun, mezda yurish odamni nimasinidir kamaytiradi. Nimasini kamaytirishi mumkin? Persons, to'g'rimi? Persons nuqta rate. Nima rate'lari bor bizda? Misol uchun, odamni nimasini kamaytirishi bo'lishi mumkin? Ya'ni mezda yurish, to'g'rimi? Oddiygina stress. To'g'ramanda. Mana oldin yozib qo'ydingizlar. Yana stressga yaqinroq bo'lgan narsa nima bo'lishi mumkin? Stress. Yana nima rate? Stressga yaqinroq bo'lgan narsa. Давайте. Yana nima? Yana nima? Yana nimani rate bo'lishi mumkin? Yana nimani kamaytirishi mumkin? Come on, o'ylaylar. Yana. Yana nima rate? Pressure, malades, anxiety, malades. To'g'rimi? Anxiety. Farruh sog'lik jihatdan foydasi deyapti. Yurak reytini pasaytirib yuborsa o'lib qoladi-yu. Heart rate bo'lmaydi. Foyda deyapti, beneficial deyapti. Heart rateini reduce qilsa o'lib qoladi-yu. Stress, confusion, breathing.
nafas olish reytini da pasaytirishi mumkin da stressni to'g'ri yozib qo'yishingiz kerak Shahrizoda. Heart rate bo'lmaydi, o'lib qoladi-yu. Strain malades zo'r. Demak, bu yerda katta ehtimollik bilan men bitta shu stressni olaman yoki anxiety. Anxietyni olaman. Xo'p, keyingisi. Patientlar, bemorlar, qanday bemorlar? Qaysiki yura olmaydigan bemorlar finger labirintlardan foydalanishi mumkin. Qaysiki nimadandir yasalgan. Nimadan yasalgan bo'lishi mumkin finger labirintlar? Made from. Qanaqangi materialdan yasalgan bo'lishi mumkin? O'ylab ko'ring. Materiallarning turini sanasangiz bo'ladi, to'g'rimi? Boshdan oxirigacha. Misol uchun men aytishim mumkin, made from metal. Metaldan yasalgan bo'lishi mumkin, wooddan yasalgan bo'ladi, yana nimadan yasalgan? Irondan, plastik, yana nima? Yana nimadan yasalgan bo'lishi mumkin? Yana nima? Paper misol uchun, to'g'rimi? Qog'ozdan ham yasasa bo'ladi, to'g'rimi? Qog'ozdan yasalgan. Yana nimadan yasashimiz mumkin? Screendan yasa bo'lmaydi-yu. Screen nima demoqchi? Screendan qanaqa yasash mumkin? Wood, steeldan yasash mumkin, plastikdan yasash mumkin, stonedan yasash mumkin, oildan yasa bo'lmaydi-yu. Oildan qanaqa nima deydi? Finger labyrinth yasaysiz. Mumtoz mahal. Oil qanaqa qilib yog'dan yasashingiz mumkin. Ozgina farosatga ham qarash kerak. Plastik, to'g'rimi? Wood, metal, glassdan yasash mumkin. Malades. Demak, ko'rib turganingizda yaxshi, yomon emas. Demak, bu yerda hozir men glass deyishim mumkin. Wood, paper, nuqta-nuqtada xullas. 40. Va Alzheimer'dan qiynaluvchilar kamroq nimadandir aziyat chekar ekan. Alzheimer'dan demak nima qiluvchilar? Experience less. Kamroq nimani boshidan o'tkazishi mumkin agar mezda yursa? Yodlaringizdan chiqarmanglar, beneficial tomoni haqida gapiryapmiz. Kamroq nima bo'lishi mumkin? Tepada sanadikda less stress bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Alzheimer'da chunki bizga beneficial effektlari haqida gapiryapti hali ham, to'g'rimi? Less forgetting bo'lmaydi-yu. Qanaqa less forgetting? Insonlar anxiety bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Kamroq sizdan ot so'rayapti bu yerda. Less confusion, malades, to'g'rimi? Ot, forgetting ot emas, Farruh. Forgetting gerund u. Kamroq unutishdan yo'qda, bo'lmaydi-da. Less fear bo'ladi, malades yana nima? Ot shakl kerak-a? Less risk bo'lmaydi-da. Kamroq riskovatdan qiynaladi deysizmi? Nima deganingiz bu? Kamroq riskovatdan qiynaladi. To'g'ri kelmaydi? Forgetfulness bo'lmaydi, unaqa narsa to'g'ri kelmaydi. Experience less forgetfulness. Siz bu yerda qo'llashingiz mumkin memory loss deb, to'g'rimi? Memory loss deyishingiz mumkin. Kamroq memory lossdan qiynaladi deyishingiz mumkin, lekin e'tiboringiz uchun siz one word olishingiz kerak. Shu uchun memory loss bu yerda to'g'ri kelmaydi. Chunki nimaga ikkita so'zdan tashkil topgan bu. Less pressure bo'lishi mumkin. Memoryni qanaqa qilib bu yerda o'zini qo'yasiz? Kamroq xotiradan aziyat chekish bu negativ-ku. Nabarat xotirasi yo'qolishi deyapsiz u. Bizga foydali tomoni kerak. Demak, bu yerda xuddi o'sha stressni qo'yishimiz mumkin. Anxietyni qo'yishimiz mumkin. Bo'ldi, yetadi adashmasam. Yoki depression, to'g'rimi? Depression, to'g'rimi? Depression bo'lishi mumkin. Tak, ketdi. Mana ko'rib turganingizdek, ikkitadan, uchtadan, xullas ikkitadan kam bo'lgani yo'q, to'g'rimi? Bizda belgilab chiqdik bularni. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Ekrandan ko'rib turibsizlar, mana kanalda ham tashlayman. Endi kelinglar. Shularni bitta hozir javobini tekshirib ko'ramiz. Qani nechtasi shularning orasidan to'g'ri chiqar ekan? Bu nechinchisinniki edi? Test 1 reading. Test 1niki emas edi, lekin bu test 2niki edi adashmasam. Test 2niki emas edi adashmasam. Test 3 yoki test 4 yo'q. Qayerga ketdi? Demak, xo'p, mana part 4. Qani ketdik. Bizda birinchi javoblarimizdan 31da
Puzzle bormidi? Da. Puzzle yoki game degan edik, to'g'rimi? Demak, 31 da bizda puzzle degan javobimiz nima qilib turibdi? Turibdi, bor ekan. 32 da logic bormidi? Da, o'zi bitta shu javob turgan edi. Nimaga? Chunki sanalmaydigan boshqa qavatlarda birortasi to'g'ri kelmas edi bizga. Logic ham turibdi. 33 confusion, hesitation emas. Confusion ekan demak. Confusion so'zidan kelib chiqqan ekan. 34 meditation da. Meditation ham bor ekan. 35 stone, albatta birinchi aytilgan javoblardan edi. 36 coins, albatta coins, flags, to'g'rimi? 37 daraxt ekan. Hulkar degan qiz topgan edi, adashmasam shuni. 38 breathing ni lekin aytdingmi yo'qmi bilmadim, lekin 38 minus bo'lib tursin. 39 paper bor edi va albatta 40 nima ekan ana? Anxiety ekan. Bitta prediction ikkitadan logichni qo'yib chiqish orqali pashti sizda 9 ta, 8 ta javobingiz chiqib turibdi. Endi o'zingiz o'ylab ko'ring. Audioni eshitib agar qilganingizda siz nechtasini topardingiz? Audioni eshitib qilganingizda siz 10 tadan 10 ta topardingiz bo'pti. 10 tadan 10 ta topardingiz. Demak, mana shu uslubiyatdan foydalaninglar. Yodlaringizdan chiqarmanglar. Buni imtihonda qilmaysiz. Imtihonda qiladigan bo'lsangiz ulgurmaysiz. Imtihongacha bo'ladigan vaqtgacha qilasiz buni. Ya'niki practice sifatida. Ana keyinchalik miyangiz o'zi avtomatik tusib ketadigan bo'ladi. Demak, ko'rib turganingizdek. Demak, prediction qanaqa qilish tushunarli bo'ldimi? Prediction mana shunaqa qilinadi. Prosta miyangizga o'ylab topmaysiz yoki bir donagina berib qo'ymaysiz. Kamida 2 tadan berilishi kerak va topikka aloqador berish kerak. Ya'niki tilingizga kelgan любой bitta so'zni berib keta olmaysizda. Tushunarlimi? E'tiborda. Prediction. Breathingni Shahrizoda bergan ekanlar-da. Demak, ko'rib turganingizdek. Mana shunaqa gaplar predictionda. Prediction mana shundan tashkil topgan. Shunaqa qiliniladi eng qizig'i. Demak, ko'rib turganingizdek. Xo'p. Endi qaranglar. Asosiy qismiga o'tamiz. Endi boshlaymiz ana. Xo'p, mana bu yerda sizga botni berib qo'yganmiz, to'g'rimi? Mana hozir yana reply qilaman. Mana bot turibdi. Botda o'tgan darsimizdagi, to'g'rimi, 8 ta metoddagi materiallar, bugungi darsimizda materiallari va nima deydi, bugungi darsimizda video versiyalari bor, o'shalarning linklari, to'g'rimi, joylanilgan. Sizdan talab qilinadigan narsa, undan registratsiyada o'tib qo'yasiz. Tushunarlimi? Endi qaranglar. Agar, to'g'rimi, mana bunaqangi texnikalar yoki umumiy jonli dars versiyasini ko'rishni xohlaysizmi? Offline versiyasini xohlaysizmi shularni? Offline'da. Xohlaysizmi? Offline versiyada ko'rishni. Offline versiyada ko'rish xohlaysizmi shu narsalarni? Hozir onlaynda ko'rdingiz. Onlaynda bizda nima deydi? Glitchlar bo'lgan bo'lishi mumkin, boshqa narsalar bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin offline'da ko'rish qanaqa bo'ladi deb o'ylaysiz, to'g'rimi? Offline'da bo'ladi. Yes. Demak, offline'da ko'rmoqchi bo'lganlar va dars muhitini yana ham energetic, yana ham more experience, yana ham ko'proq praksislar bilan bo'ladigan darajada ko'rishni xohlaydigan insonlarga juda ham zo'r taklif bor. Mana shu botga agar registratsiyadan o'tadigan bo'lsangiz, bizani offline darslarimiz o'tiladigan joy va qachon va qanaqangi guruhlar o'tilishi haqida barcha ma'lumotlar tayyor turibdi. Eng qizig'i, har bitta guruh uchun, to'g'rimi? Atayin 2 oylik bo'ladimi, 1 oylikmi programmalar barchasi tayyor turibdi. Nimaga? Chunki o'zingiz ko'rib turibsiz. Texnika tayyor, ustoz tayyor, material tayyor. Nima qoldi? O'qish qoldi faqat. Tamom. Endi bu sizga bog'liq. Offline darsimizga qiziqsangiz, mana bemalol keling, men shaxsan o'zim sizga shotga qilib o'tib beraman. Shunaqangi energiya bilan beraman. Hattoki ingliz tilini yomon ko'rgan o'quvchi ham yana ham yomon ko'rib ketadi desam, yana ham yaxshi ko'rib ketadi, to'g'rimi? Va agar hozir ro'yxatdan o'tib qo'ysangiz, hozir kirsangiz, chegirma bor.
Chegirma bor. Va bu chegirma necha foiz? 20% chegirma albatta. Ko'rib turganingizdek. Well, why not? Talabasiz, pulingiz o'zingizga kerak, to'g'rimi? Bunaqangi vaziyatni ushlab qolish kerak. Men bu texnikalarim nafaqat Toshkentda, Namanganda, Buxoroda barcha o'quvchilarimga foydalanganman. Keling, samarqandliklarga ham bir foydalanib ko'ramiz. Nima deysizlar? Shu onlayn darslarga keladigan bo'lsangiz, men garantiya beraman, birinchi darsni o'zidayoq men sizni ushlab qolaman. Ishoning. Offline darsga keling, chegirmaga ega bo'ling va men sizni birinchi darsni o'zidayoq ushlab qolaman. O'zingiz bilmagan holatda. Xullas shunaqa gaplar guys. Agar aktivlikni saqlab tursangiz-da, biz yana kanalda, to'g'rimi? Darslarimizni ko'paytiramiz. Xo'p, aktivlikni saqlaymiz. Aktivlik qani? Aktivlik qani? Reaksiya qani guys? Reaction. Come on guys, qani reaction? Bosib tashlamaysizlarmi reaksiyalarni? Hayratdan $1 emas ekan, $1 reaksiyalardan qo'yib qo'ysak, o'zingizlar ko'ring qancha bo'ladi guys. Demak, sizlarni kutib qolaman in personda guys. Bye bye. Now I gotta eat something. Okay guys, bye bye.